Assalomu alaykum. Men To'xtayeva Lobar Saydullayevni. Bugun men sizga ushbu so'zlarni aytyapman-u, qalbimda quvonch hissi, maqsadga erishish hislarini qanday qilib sizga yetkazishni bilmayapman. Ya'ni men bu psixologiya sohasiga o'z-o'zidan kirib kelmadim. Buning o'ziga yarasha sababi, ya'ni o'zimning hayotiy hikoyam bor. Ushbu hayotiy hikoyam deganda, masalan, bolalikdagi, o'tmishdagi travmalarim, munosabatdagi muammolarim tufayli bugun men mana shu joyda g'olibman deb bemalol ayta olaman. Sababi, bu psixologiyaga kirib kelib, men o'zimda bo'lgan o'sha muammolarni, o'zimdagi jarayonlarni hal qildim. Bunga sabab psixologiyada bir qancha vaqt yurganimdan so'ng ustozim Munira Safarovani uchratdim, hamda bu Munira Safarovani bir qancha kurslarida tahsil oldim va Allohning izni bilan deymizmi, u insonga bevosita shogird tushdim. Ya'ni shogirdlar tayyorlash kursida, prof kursida tahsil oldim va bugungi kunga kelib ushbu insonning, bu ustozim Munira Safarovaning bergan ilmlari, bilimlari tufayli bugungi kunda onlayn konsultatsiyalar, raskopka sessiyalar o'tkazib kelmoqdaman. O'zimga o'xshagan ayollarga bevosita yordam berib kelmoqdaman. Bunga sabab ushbu ustozimning bergan ilmi deb bilaman. Ustozim menga birinchi o'rinda nima berdi bilasizmi? Ustozim o'sha menda uxlab yotgan ishonchni uyg'ota oldi. Menda o'sha ishonch yo'q edi aslida. Inson qanchalik kuchga ega bo'lmasin, inson qanchalik ilmli bo'lmasin, insonga o'sha ishonch yetishmaganda inson hattoki bitta qadam tashlay olmas ekan. O'sha eng qimmatli narsani bera oldi meni ustozim Munira Safarova. Ishonchni, o'zimga nisbatan ishonchni, doimo olg'a qadam qo'yishni o'rgatdi, ya'ni menga duh berdi deb bemalol bugun baralla ayta olaman. Va o'sha ustozimning bergan ilmlari tufayli bugun men o'z orzu maqsadimga erishdim deb o'ylayman. Ustozimning ilmlari bundanda ziyoda bo'lishini tilab qolaman va demoqchimanki, inson nimaniki orzu qilsa, nimaniki maqsad qilsa, bilingki, u inson albatta bir kun kelib unga erishadi. Faqat maqsadni, orzuni to'g'ri qo'yish kerak deb hisoblayman. Yana shuni aytib o'tmoqchimanki, har bir insonga bu dunyoda ustoz kerak. Meni shaxsiy fikrim xuddi mana shunday. Nimaga ustoz kerak? Ustoz o'zi kim aslida? Ustoz bu murabbiy. Ustoz bu hayotning achchiq ne'matlarini o'zi avvalo totib ko'rgan, hayotning o'sha o'nqir-cho'nqir yo'llaridan birinchi o'zi yurib ko'rgan va shogirdlariga aynan o'sha yo'lni tutmaslikni, unga eng go'zal ne'matlarni bera oladigan inson bu ustoz deb bilaman. Va bu olamda ustozlar juda ham kerak deb o'ylayman. Meni hayotiy ustozim, bu hayotda menga eng avvalo ishonch bergan mening hayotiy ustozim bu Munira Safarova bo'ladi. Bu insonga cheksiz minnatdorchilik bildiraman va cheksiz tashakkurlarimni aytaman va bu inson qarshisida boshim yerga tekkuncha ta'zimdaman. Ilmlari ziyoda bo'lishini, bundan keyin ham yuksak marralarni zabt etishini, bizga o'xshagan yoshlarning qo'lidan tutib, ularni maqsadlariga oson va yengil erishishida kuch-quvvat tilab qolaman. Qalbimdagi eng go'zal tilaklarim, samimiy istaklarim faqatgina ushbu ustozim Munira Safarovaga.
Men Munira Safarovani cheksiz hurmat qilaman. Qalban boringizga shukur deyman har doim.